Assalomu alaykum do'stlar. Kech farqi yo'q. Shayxtaz YouTube kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Bugun qorli parkurdan o'tamiz. Obuna bo'lib, ishdan chiqib. Uy bor ekan, o'shanga kirmoqchiman. Nega har doim uchib ketaman? Do'stlar, videoni boshi obuna bo'lib, like bosib, kommentga kirib, kichkina izohlarni yozib ketinglar. Nega faqat shu kelgan yo'q? Chunki sizlarning fikringlar menga obuna bo'ling. Oy. Toy. Oxirgisi. Oxirgidan bitta oldingmi? Do'stlar, davay. Like'larni bo'nglatib boslasizlar. Va, nihoyat o'tdik shu kichkina uyga bo'lsa ham. Hop, endi eshigini ochamiz. Nima bu? 50 ta obunachiga erishgandan keyin kira olasan. Yo'q do'stlar, obuna va like bosish kerak bunga. Do'stlar, sizlarga bu cho'q emas, to'g'rimi do'stlar? Shuning uchun albatta YouTube'ga, mening kanalimga obuna bo'ling va like bosing do'stlar. Bu bizga juda ham kerak. Sizga ham agar qiziq bo'lsa shu kichkina uy, obuna bo'ling va like bosing. O'shanda biz ham xursand bo'lamiz va uyga ham kira olamiz. Xayr, salomat bo'ling.